Endi Barselona mavzusiga to'xtalib o'tamiz. Kuni kecha bir qator xabarlar chiqdi. Undan oldin Xavining intervyusi chiqdi va shundan keyin shu videoni yozmasam bo'lmaydi degan fikr keldi. Menda Futbol Plusda qisqacha gaplashib ketdik. U yerda Xavining intervyusi, keyin Laporta bilan fond o'rtasidagi bahs, debat, ana shular haqida qisqacha gaplashdik. Endi batafsilroq gapirmoqchiman. Bu masalada fikrlarim qanday? Barselonaga baribir hayron qolaman. Juda sirli jamoa. Ichkarisi filmlarda bo'ladi-yu, qo'rqinchli filmlarda, ujus filmlarda bir uy ko'rinib turadi. Ana shu uydan qarg'alar uchib chiqadi, boshqa qiladi. Ichkarida nimadirlar bo'layotganini film davomida bilib boraverasiz. Barselona sekin-sekin sog'ayyapti deb o'ylaganimizda mana shunaqa voqealar sodir bo'laveradi. Endi bitta narsa. Hozir Barselona qanday natijalar qayd etayotganini, qanday futbol ko'rsatayotganini hamma ko'rib turibdi. Chempionlar Ligasidagi asosiy favorit, La Ligada ko'p ehtimol chempionlikni berib qo'ymasa kerak va ayni mana shu martda kurash avjiga chiqayotgan paytda, birov unga xalaqit berishi kerak bo'lmagan paytda bular saylov o'tkazishyapti. Muddat shunga to'g'ri kelib qolgan, lekin oldinlari yoshligimizda aytishardi, braziliyaliklarning dushmani faqatgina o'zlari deyishardi. Chunki Braziliyani yengib bo'lmaydigan darajaga chiqib ketgan paytda faqat futbolchilarning tanlovidagi xatolar yoki ichki nizolar jamoani yemirishi mumkin. Shuning oqibatida raqib yutadi. Bo'ldi, boshqa variant yo'q deyilgan edi. Hozir mana shu iborani bemalol Barselonaga ishlatsak bo'ladi. Barselonaning dushmani o'zi. Barselonani yengsa ham, haqiqatan ichidan yengsa ham o'zi bo'ladi. Sababi, birinchi sababini aytaman sizga. Kataloniya jamoasi hozir otni ustida ketayotgan paytda baribir bu ichki nizolar, gap so'zlar, mediada chiqayotgan xabarlar futbolchilarga ta'sirini o'tkazadi. Murabbiyga ta'sirini o'tkazadi. Murabbiy o'ta aqlli, siyosatni yaxshi tushungan inson bo'lsa ham, baribir qaysidir nuqtalarda uning faoliyatiga ham bog'liqlik jihati bor. Chunki Flick yaqinda o'zi og'zi bilan aytib o'tdi, agar Laporta saylovda yutmaydigan bo'lsa, Laporta qolmaydigan bo'lsa, Flick Barselonada shartnomasini uzaytirmaydi. Ya'ni Flickning Laportaga bog'liqlik jihati bor va buni e'lon qilyapti. Shundan so'ng aytamizki, Flick ham bu o'yinning ichida. Flick ham aralashyapti. Flick o'zining munosabatini oldindan bildirib o'tdi. Endi Laporta ham o'zi o'ta sirli odam, lekin men mana shu hozirgi kurashlar ichida Laportani, masalan, Xavini intervyusi chiqdi, ko'rdingiz, hamma joyda aylanyapti. Xavi bo'lib o'tgan hodisalar haqida gapirdi, o'zini ketganligi ustida kimlar unga nisbatan ish qilishganini aytib o'tdi. Birdaniga jamoani ichkarisida ko'rinmas kardinal boshqarayotganligini, Echevarria degan insonni aytib o'tdi. Keyinchalik ma'lum bo'lyaptiki, Echevarria Laportaning sobiq qaynotasi va do'sti. Undan oldin Xavi bilan ham do'st bo'lgan ekan. Hamma tomon aylanib, biznesmenlar o'rtasidagi tortishuvlar mana shu paytda saylov bo'lishidan sal oldin kompaniyaga Xavi Hernandez aralashyapti. Xavi bu intervyusini deylik 6 oy oldin berganida birov bir narsa demasdi va uning samimiyatiga hech kim shubhalanmasdi. Men intervyuni ko'rib chiqdim. Juda ko'p joylarni tarjima qilingan holatda nigohini ko'rib boshqa qildimda, juda ko'p gaplari rost. Men ishondim ko'p gaplariga, nimalar bo'lganiga, taxminan bilardi ekanman. Lekin timing juda noto'g'ri paytda ishlatilayotganidan istalgan odamda shubha paydo bo'ladi. Ya'ni Xavi saylov boshlanishidan sal oldin shu intervyuni beryapti. Va intervyuda garchi Laportaga unaqa ko'p gap tekizmayotgan bo'lsa ham, Echevarriani aytib o'tyapti. Barselonaning ichki muhitida qanaqadir sirli odamlar nazoratni olganini aytayapti. Janjallar haqida gapiryapti va Leo Messi degan futbolchiga murojaat qilyapti. Mana shu joylarni eshitib turib, samimiyat yo'qligiga amin bo'ldim. Chunki bunaqa paytda intervyu bermasligi kerak edi. Va Xavi agarda Barselonaning sobiq futbolchisi bo'lmaganda, Barselonaning afsonasi bo'lmaganda, men tabiiy qabul qilardim. Ya'ni bir murabbiy keyinchalik chiqib turib, bo'lib o'tgan hodisalarni gapirishi normal hodisa.
va hattoki kompaniyaga aralashib, fondning yoniga turib, fond bilan birgalikda Laporta bilan kurashayotgan shaxsni aytyapman. Shu bilan birgalikda kompaniyada ishtirok etishni ham tabiiy qabul qilaman, lekin sen Barselona afsonasisan. Sen Barselonani boshqa hamma narsadan ustun ko'rishing kerak. Sen Barselonaning bir qismi bo'lgansanki, sen shunaqa paytda hattoki kimdir senga buyurtma bergan bo'lsa ham jim turishing kerak. Chunki sen aynan Barselonaning taraqqiyotini boshqalarning yutib chiqishiga qaraganda ko'proq o'ylashing kerak. Ya'ni sening maqsading faqat Barsa bo'lishi kerak. Mana shu masalada men Rijkaardni o'ta hurmat qilaman. Rijkaard ham xuddi Xavi kabi katta epoxaning boshlanish nuqtasida turgan. Chempionlar ligasini yutib bergan bilasiz. Ronaldinho yana boshqa yaxshi mavsumlari bo'lgan va Pep Guardiolani osonroq ishga kirishib ketishiga yordam bergan. Va keyinchalik uni ham ichida gaplari qolib ketgan. Turgan gap. Men bitta intervyusini o'qiganman va o'shanda u juda ko'p narsalarni gapirish shart emas. Endi biz o'zimiz bilan ham olib ketishimiz kerak. Chunki biz ko'rdikki, Barselonada katta tarix yozildi. Barsa o'sha 9-yildan boshlab turib katta klubga aylanib ketdi, epoxa yaratdi. Bunaqa paytda gapirish noo'rin dedi va shaxsiy adovatlarni, shaxsiy munosabatlarni, yana ichkarida bo'lib o'tgan hodisalarni gapirmagan. Rijkaard Xavidan farqli ravishda, masalan, akademiyadan chiqqan futbolchi ham emas. Va u xuddi Kuman ham shunaqa qilyapti. Kuman ham juda ko'p narsalarni o'zi bilan olib ketdi. Ha, bir ikkita gapirib turadi, boshqa qiladi. Lekin hamma narsani boshqalarning manfaatiga, kimdirlarni prezidentlik saylovida yutib olish uchun ishlatmaydi. Men Xavini shunaqa odamligini bilardim. 2 yil oldin gapirgan gaplariga o'zi ham qarshi chiqib turibdi. Misol uchun Messi ketgan paytda Messi o'zi qaror qildi, biz uni hurmat qilishimiz kerak degan odam hozir aytayaptiki, Messi o'zi kelmoqchi edi, Messini yana qaytarmoqchi bo'lganmiz, lekin Laporta rozi bo'lmagan deyapti. Laporta rozi bo'lmagan deyaptiki, do'stlar. Undan keyin La Liga rahbari Tebas chiqib turib, bo'lmagan gap, Xavi bekorlarni 5000 tasini aytadi. Aslida Messiga imkoniyat yo'q edi kelishga, qaytishiga, moliyaviy tomoni Barselonadan ko'tarmasdi. Biz unga ruxsat bermasdik deyapti. Vaholanki Xavi intervyusida La Liga ham ruxsat bergandi deb aytib o'tgan kechagi intervyusida. Ya'ni 2 yil oldingi gapiga hozirgi gaplari mutlaqo teskari kelyapti. Boshqa mavzularda ham shunaqaroq. Ketishi xususida boshqa narsalar, ammo rost gaplari ham ko'p. Lekin Hazrat Alining mashhur gapi bor. Bittasi noto'g'ri joyda bir haqiqat so'zni ishlatganda, sen haqni aytding-ku, lekin botil joyda ishlatding degan. Ya'ni haq botil joyda, noto'g'ri joyda ishlatilsa, uning haqiqatligi yo'qqa chiqadi. Xavining mana shu saylovdan sal oldin Laportaning birinchidan ishlari yushayotgan paytda, ikkinchidan o'rniga olib kelingan murabbiy muvaffaqiyatga erishayotgan paytida mana shu intervyuni berishini o'zi barcha gaplarni yo'qqa chiqaradi. Ichida men 80-90% gapiga ishongan bo'lsam ham, noto'g'ri paytda ishlatayotganligi uchun uni inkor qilishga majburman. Sizda qanaqa fikr bilmadim, lekin men eshityapman, nima uchun aytayotganingni bilyapman, jo'ra deb turibman. Nima uchun aytayotganligini hamma tushunib turibdi, ichki sirlarni ochib tashlayapti. Echevarri degan shaxsni uncha-muncha odam bilmaydigan odamni, hattoki Barselonaning vakili ham emasdi. Hattoki Xavi bilan hamkorlikdagi qanaqadir biznesi ham bo'lgan bir paytlari. Uni biznes tomonlama Xavi bilgan. Va Xavi Echevarriyani ayblab Laportaga teginmayapti-yu. Laporta o'zi meni o'sha 2-marta qol degandan keyin qolishimni istagan, Echevarri esa jismoniy tayyorgarlik xususida har xil bo'lmagan narsalarni o'ylab topib, meni ketishimga voqea yaratishdi deb aytib o'tgan. Xullas, bu shu joyda eng nozik tomoni, menga bir ta'sir qilgan tomoni Messi figurasini aylanishi. Messi shunaqa futbolchiki, hozir Messi figurasi Barselona muxlislariga shunaqa ta'sir o'tkazadiki, u klubdan ham yuqoriga chiqib ketgan. Ha, klubning shiorini biz bilamiz, klubdan-da yuqori oila deymiz, ha, lekin Messi klubdan-da chiqib ketgan futbolchiki, aynan uni nomini o'rtaga qo'shish bilan bemalol saylovni ostin-ustun qilib yuborish mumkin. Chunki bu hissiyot bilan o'ynashish, bu hissiyotga tegish. Misol uchun o'sha gaplari to'g'ri bo'lib turib, Laporta ruxsat bermagan desa, Xavi tushunmayaptiki, Laportaning hozirgi ko'rsatayotgan natijasi bilan, ko'rsatayotgan o'yinlari bilan
to'g'ri qaror qabul qilganligini o'zi tan olib qo'yyapti. Ya'ni agarda misol uchun hozir yomon o'ynayotganda, Barselona muvaffaqiyatsizlar bo'lib ketganida Xavini nisbatan gapini tushunsak bo'lardi. Lekin o'sha payti Messini qabul qilmagan bo'lsa, Laporta gapi 100% to'g'ri bo'lsa, bu varianti to'g'ri bo'lsa, oldingisidan Messi ham shunga ishoralar qilib o'tadi. Laporta uni jamoada ko'rishni istamaganini aytib o'tgan. Bekinib kelib ketishlari ham hammasi shunga bog'liq deb o'ylayman. Laporta bo'lsa qaytmayman ham degan. Mana shu gapi rostligiga meni ham shubham yo'q. Lekin o'sha payti deylik, Laporta Messiga ruxsat berganda, Messini qanaqadir yo'llar bilan jamoaga yana qaytarishni yo'lini topganda, shaxsan men uchun Barselona hozirgi kunga qadar sog'lomroq holatda kelmas deb o'ylayman. Nima uchun? Bu Messini talantiga shubham emas, bu masalan kimdir hozir yana shunaqa o'ylar. Bu Ronaldo bilan bo'lgan voqeani ham bemalol misol tariqasida ko'rsatib bo'ladi. U qaytdi eski sobiq jamoasiga, qaytgandan keyin qancha muammolar bo'lib ketdi. O'zi istamagan, Ronaldo ham istamagan holatda, murabbiy ham istamagan holatda yuzaga chiqdi va shu narsalar bo'lardi. Chunki Messi ketishdan sal oldin ko'p voqealar bo'layotgan edi. Chempionlar Ligasida qanaqa chiqib ketayotganligini ko'rgan edik. Bitta futbolchiga bog'liqlik borgan sari kuchayib borar ekan va u futbolchi sekin-sekin qarir ekan. U hamma o'yinlardan jamoani olib chiqishi imkonsiz bo'lib qoladi va comebacklar Liverpool bilan, Roma bilan bekordan bekor bo'lmagan. Bu bitta futbolchiga bog'liqlikdan ham yuzaga chiqib kelgan holatlar. PSG bilan esingizda bor, PSG chiqarib yuborgan paytda Messi gol urgan, lekin 4-1 hisob bilan kelgan payt. Xullas aytmoqchimanki, agar o'shanda Messi Barselonaga qaytganida Yamalning chiqishi kechikardi, misol uchun Rafinha umuman qaylargadir ketishiga to'g'ri kelardi. Pedrini porlashini men shaxsan shubha ostiga olgan bo'lardim agar Messi o'sha payt bo'lganda va ko'p ehtimol Messini qolishi bilan, Messini qaytishi bilan Busquetslarning davri ham uzayardi. Va jamoa qari klubga aylanib borardi. Laporta o'sha paytda aslida eng to'g'ri qarorni qabul qilgan. Agar misol uchun Xavini gapi bo'yicha oladigan bo'lsak ham, bu yerda Xavi noto'g'ri taymingda bu intervyuni berishdan tashqari berayotgan ma'lumoti bilan aslida o'zi yutqazayotganligini tan olib qo'yyapti. Ya'ni bilmadim, atrofidagi odamlar tushuntirishmaganmi, hozir mana shu gapirsang oqibat mana bunaqa bo'ladi deb turib chetdan qaraydigan bir do'sti yo'qmi, sof, neytral fikrlay oladigan yaqini yo'qmi bilmadim, lekin Laportani aslida mana shu qarorda to'g'ri yondashganligini o'zi tan olib qo'yyapti. Bu bir paytlar uni Laporta olib kelgan. Va shu joyda haqli savol tug'iladi. Misol uchun Laporta uni haydagan va shu bilan birgalikda olib ham kelgan. Va olib kelish asnosida biz buni bilamiz, Messini ketishini aynan Xavi kutgan. Ya'ni Xavi boya futbol plyusda ham aytdim, Messi bilan birga o'ynagan, Messi bilan tarix yozishgan, Messi bilan ular qo'rqinchli uchlik bo'lishgan, Iniesta uchalasi. Birga o'ynagan futbolchisiga murabbiy bo'lib kelish og'ir va bo'lib ham klubdan yuqoriga chiqib ketgan futbolchiga murabbiy bo'lib kelish naqadar og'irligini Sulsherdan so'rab olish mumkin. Ronaldo bilan ham shu voqea bor. Sulsher birga o'ynagan, oxirida birga o'ynab qolgan va u qiynaldi. Qanchalik qiynalganini ko'rdingiz, indamay ichiga yutib ketdi va keyinchalik bir ikkita gaplarni gapirdi, qolganini gapirmadi. Hammasini Ten Hagga tashlab ketdi. Xuddi shunaqa holat bo'lmasligi uchun Xavini o'zi Laportadan Messi ketgandan keyin kelaman degan message orqali aloqada turgan. Va tabiiyki, Messi ketgandan so'ng, Messini ketkazishgandan so'ng biz bilamizki, bu kampaniyada Xavi Hernandesning o'zi ham bevosita ishtirok etgan. Chunki uning kelishini istayapti jamoa rahbariyati, kelishi uchun Messi bo'lmasligi kerak. Bu aniq tiniq narsa. Bu yerda Xavini ham qoralab bo'lmaydi. Xavi ham murabbiy sifatida o'zini birinchi raqamli inson bo'lib tutish kerak edi. Birinchi raqamli bo'lish uchun jamoadagi o'ta afsona futbolchidan voz kechgan. Iloji yo'q. U yerda sen birinchi bo'la olmaysan agar Messi bo'lsa. Va o'shanaqa holatda o'zi Barselonaga kelgan. Shu kompaniyada ishtirok etgan. Ham fikr, ham maslak va hozir shu Messini o'rtaga qo'yib turib, Laportani orqasidan pichoq urmoqchi. Bu juda kulgili. Ya'ni Xavi Hernandesning mana shu intervyusi men hayron qoldim. Gap bu yerda rost yolg'onligida emas. Rost ham lekin butkul zararingga xizmat qiladigan faktlarni
gapirib nima qilasan degisi keladi odamni. Xavi Hernandez o'sha paytdagi muammolari haqida gapirar ekan, yutuqlari haqida gapirar ekan. Agar shu intervyuni 3 oy oldin berganda, hech bo'lmasa 3 oy oldin biz juda qiziq bir tarixni o'qirdik-da, maza qilardik. Xaviga mana bu joyda qiyin bo'lgan ekan, mana bu joyda omad kulgan ekan, mana bu joyda zo'r ishonch bildirishgan ekan degan bir zo'r hikoyani ko'rardik. Lekin noto'g'ri maqsad yo'lida ishlatayotganligi uchun shu gaplarga ham ko'pchilik ishonmayapti-da. Aslida men 90% ga boya aytdim, ishondim. O'sha paytda Xaviga oson bo'lmagan. Xavi haqiqatdan ham jamoani qiyin ahvoldan olib chiqib ketgan. Mamlakat chempioni qildi, keyin juda ko'p futbolchilarni kashf qildi. Buni hech kim inkor qila olmaydi. Yamalni o'ynatdi. Misol uchun Dembele oltin to'p oladi deb turib, uylangandan keyin qayta tiriltirib yubordi o'sha yigitni qo'shtirnoq ichida. Va Dembele oltin to'p oldi. O'sha payt hamma kulgandir. Yana boshqa futbolchilarga ishonch bildirgan, Pedri boshqa. Shu joyda Flickga nisbatan yomon gap gapirmagan u, lekin go'yoki gaplarida aslida men ham menga imkoniyat berishganda shu natijalarni qayd etishim mumkin edi demoqchida. Lekin hamma biladiki, Flick bu janglarda umuman ishtirok etmayotgan yagona haligi toza odam. Chunki u kelgandan keyin ham, agar bilsangiz, Xavi Hernandez bilan shaxsan uchrashishim kerak degan. Xavi bilan 2 soat 3 soat gaplashgan bular. Oldin kelib uyiga borib gaplashib, nima bo'ldi o'zi, qayerda muammo, shu o'zi rostdan ketmoqchimisan, nima bo'ldi deb turib, ya'ni insoniylik nuqtai nazaridan Hansi juda to'g'ri yo'l tanlab turib, hammasini go'yoki rozi qilib turib, men hozir Barselonaga kelyapman, hozir jamoani olaman, ham jamoani o'rganishim kerak, ham o'zi nima bo'lgan sen bilan deb turib, insoniy yordam berish maqsadida ham u bilan uchrashgan. Shuning uchun Xavi kimni gapirsa ham Flickni gapirishga haqqi yo'q. Ya'ni Flick haqida yomon gapirishga Xavi Hernandezning haqqi yo'q. Chunki boshqa murabbiylar orqadan ishlab turib, nimalar qilmasdan turib, sobiq murabbiyning o'rnini olishadi. Buni biz ko'rganmiz, bilamiz ham va buni tabiiy, normal hodisa ham deb qabul qilib qo'yganmiz. Lekin shunda ham anchadan beri ishsiz bo'lib turgan Hansi Flick odam deb Xavi bilan gaplashib, vaziyatni to'g'ri baholab, rizo qilib turib, keyin jamoaga kelyapti va o'sha futbolchilar bilan birga hech qanaqa shovqinsiz, boshqasiz mana bunaqa hozirgi Hansi futbolini yaratmoqda va haligacha Barselona ko'zlarini quvontirib o'ynayapti. Ya'ni shu futbolchilar bilan butunlay boshqacha munosabat bilan, hatto gapirmaydi ham. Oldingi muammolar, oldingi shtab, oldingi murabbiylar shtabidagi muammolarni e'tibor bergan bo'lsangiz, Hansi Flick unaqa gapirmaydi ham. Gapirmasdan tuzatib boryapti. Pedrini oyoqqa turg'azishdi. Pedrini butunlay Germaniyada boshqacha o'rganib turib, keyin unga mashg'ulotlari boshqacharoq amalga oshirilyapti. Shuning uchun Pedri fantastik o'yin ko'rsatyapti. Rafinha uning davrida qanaqa darajaga chiqqanligini ko'rdingiz. Yamal-ku mayli, Yamal iqtidori edi, masalan uchun u Xavi keladimi, boshqasi keladimi, shunaqa rivojlanib boraverardi. Va o'zining yuqori liniyasi bilan, yangi futboli bilan yangi epoxani yozyapti, buni hamma ko'rib turibdi. Lekin Xavi Hernandez gaplarida go'yoki Flickga bo'lgan hasadini ham ifoda etib ketayotgandek tuyuldi. Har odam o'ylaydi-da, sen uchun eng muhimi nima o'zi? Fontni yutishimi, Laportani ag'darishingmi, alamlaringni olishingmi yoki Barselonaning taraqqiyotimi desangiz, hozir Barselonaning taraqqiyoti deydi va isbotlab berishga harakat qiladi. Aslida men ko'ryapman, Laportada bir 20-30% Barselonaning taraqqiyoti turibdi. Chunki Laporta isbotladi. Laporta har qanaqa bir ayyor odam bo'lmasin, har qanaqa oldingi rahbariyatga ayb to'nkash bo'yicha mutaxassis bo'lmasin, u to'g'riladi va to'g'rilash ham futbolchi bo'ldi do'stlar. Ya'ni u Xavi Hernandesni o'zi olib kelgan edi, boya aytganimdek. Va ko'rdiki, o'zi ham intervyusida aytib o'tdi, bu ketishda Xavi bilan baribir to'p natijalar qayd eta olmaymiz shekilli degan fikrga keldim degan. O'zi intervyuda aytib o'tgan Laporta. Va shu davrda u Flick bilan gaplashib yurgan. Chunki Flick haqiqatan ham natija qilgan va uning futboli modeli o'ta kuchli ekanligini oldindan bilib yurgan. Ya'ni futbolni tushunadigan odam Laporta. Futbol tili bilan gaplasha oladi. Shuning uchun bo'lsa kerak, u misol uchun nomlarga uchmadi. O'sha payt ishsiz edi Flick. Flickni hamma unutib yuborgan paytda u esladi.
Shu payt klubga chiqsa bo'lardi, Pep Gvardiolani yana qaytarsa, yo'q, unaqa qilmadi. Populizm bo'lmadi. Buni ishida rostakam futbol bo'ldi va o'sha futbol bilan yutib chiqdi. Tan olaylik, Laporta aslida hozir Hansi Flickning futboli bilan ushlab turibdi o'zini, narigi tomon Messini qo'shadimi, yana boshqa narsalarni qo'shadimi, yana debat misol uchun. Mana bugun bo'lib o'tgan debatni ko'rib turib kulgim qistayaptiki, Laporta bir tomondan bir ajablanarli odamda, hayratlanarli odam. Senda yutuq bor. Natija qilib turibdi. Jamoa o'ynab turibdi. Muxlislar ham misol uchun Messini unutadigan darajada bo'lib turishibdi. Misol uchun Messi faktorini o'rtaga qo'yishsa, yo bu yerda Yamal, mana porladi qo'yinglar, yoshlarga qo'yib beringlar desa, 50, 60, 70% rozi bo'ladigan darajada turib, debatga kelib turib, fondga mana shu bahsda yutqazib o'tiribdi. Ya'ni men nazrimda yutqazgandek tuyuldi. Sababi fond haligi tennisdagi uruvchiga aylanib oldi, savollar berishni boshladi. U esa o'zini oqlashga tushdi. Oqlash asnosida faktlar keltira olmagan joyda sen aldayapsan, sen o'zi aldoqchisan, sen Barselonaga umuman zarar ko'rmaysan. Hatto shunaqa darajada gapiryaptiki, sen ba'zi narigi quda tomondan kelgan ularning loyihasini bajarish uchun kelgan xoinsan degan ma'noda gaplarni gapiryapti. Ya'ni kimni jahli chiqsa tortishuvda u yutqazayotgan bo'ladi. Jahli chiqib haqorat qilyaptimi, u yutqazyapti. Nima qilasan? Seni qo'lingda-ku shuncha yutuq. Indamay, mana kulib-kulib natijalarni ayt, uni ayt, buni ayt. Xo'sh, buchi de. Yo'q, nimadir hujjatlarida, boshqalarda muammo borligi aniq. Barselonada bu azaldan davom etib keladigan muammo, oldingi rahbariyatni gapirish. Lekin mana shu debatda ham hozir shuncha voqealar kechayotgan paytda fondning oz-moz bo'lsa ham pallasiga toshlar tushdi-da. Laportanikidan olib, mana shu joyga toshdi. Men ishonchim komil, Laporta yutadi. Ishonchim komil. Laporta yutmasligi mumkin emas, chunki hozirgi Barselona juda Laportaga bog'liq bo'lib qolgan. Agar Laporta ketsa, Flick ham ketadi, tasavvur qiling. Flickning o'rniga hozir kimni olib kelish mumkin? Kimni olib kelish mumkin hozir? Luis Enrique. Luis Enrique menimcha kelmaydi. U loyihadan keladi deb o'ylamayman Barselonaga. Bunaqa vaziyat og'ir bo'lib turgan joyga kelish juda ham murakkab jarayon. Kim yana shunaqaroq uslubda o'ynatadigan murabbiyni qilib Pep Gvardiolani olib yoki Artetaga murojaat qilishadimi boshqa. Arteta bu yil umuman himoyaviy futbol qurib turib, Barselona g'oyasidan sal uzoqligini ham ko'rsatib berdi. Unaqa variantlar ham ko'p emas, bunday o'ylab qaraganimizda. Va u variant tushadimi, tushmaydimi hali bilmaymiz. Xabi Alonso Realga kelmasdan kutib turganda balkim Barselona ko'proq tushishi mumkin edi. Futbol nuqtai nazaridan aytyapman. Shuning uchun Hansi Flick endi jamoani oyoqqa turg'azganda, zo'r o'ynayotganda va katta titullarni olib kelishi mumkin bo'lgan pallada o'zi saylovni o'tkazilishi bu jinnilik. Bu jinnilik. To'g'ri muddat kelib qolgan dersiz, lekin 1000 muddat kelib qolgan bo'lsa ham mart emasda. Tinch tur, agar rostdan hammang Barselonani o'ylaydigan bo'lsang, Barselonaning natijasini xohlasang, o'sha 11 yil bo'lib ketgan Chempionlar Ligasini yutmaganiga, o'sha hozir har qanaqa holat futbolchilarga har xil ta'sir qilishi mumkin. Laportaga aloqasi bor futbolchilar bor, Flickning o'ziga ta'sir qilishi bor. Ertaga fond yutib chiqadigan bo'lsa, tasavvur qiling, Flick ketamanga tushib qolsa, mayli, mavsumni yakunlab beradi. Lekin oldingidek ishlaydigan Flick bo'ladimi? Unaqa bo'lmasligi ham mumkin. Bilmaymiz-da, insoniylik bu. Mana shu tomondan Barselonani o'zi rostdan ham o'ziga o'zi dushmanlik qilayotgandek tuyulyapti. Ya'ni Barsani yutish juda qiyin bo'lyapti hozir, ammo o'zi shunday sahnaga chiqib turib, mana men o'zimni yiqitib beraman deyotgandek tuyulyapti. Men shunaqa tuyuldi. Chunki uning afsonasi bo'lmish, ajoyib futbolchisi bo'lmish, yaxshi murabbiy bo'lmish Xavi Hernandez mana shunaqa pallada. Endi Xavi to'g'risini aytaman, Laportadan ham, fonddan ham tepadagi shaxsda, o'zi shaxs sifatida. Lekin u o'zidan past odamlarni tortishuvda qo'pol qilayotganda qo'g'irchoq vazifasini o'tab beryapti. Hozir fond yutib chiqsa ham, Xavini yana qaytarsa ham, boshqa bo'lsa ham, u yutib chiqqan bo'lmaydi-ku bu kurashda. Hamma ko'rib turibdi-yu voqelikni. Flickning futbolini hamma ko'rdi-yu. Va aynan Flick undan kelib rozi-rizochilik bilan olib, keyin qurgan futbolni ko'rishdi-yu. Xuddi alamzadalik, oldinga ketkazib yuborgan odamlardan o'ch olish
va yangi kelishi mumkin bo'lgan rahbariyatning va'dasiga tayanib bergan intervyusida Xavi Hernandez Barselonadagi muammolarni yanada chigallashtirdi deb o'ylayman. Chunki oshxona ochilib ketdi. Oshxonadagi havolar chiqib ketdi va u yerda hali ham o'sha eski intrigalar davom etayotganini bilib oldik. Qanaqadir hali ko'rinmas kardinallar boshqarayotganligini tushunib yetdik. Bu yaxshi hodisa emas. Hozir bilmayman qanaqa ta'sir qiladi, lekin agarda masalan Barselonaning o'yinlariga qanaqadir orqaga ketadigan bo'lsa, bemalol ertaga borku, Flick ham, Laporta ham shuni ro'kach qilishlari mumkin. Shu paytda umum jamoa, hali bir kishi hamma uchun deydi-yu, hamma bir kishi, hamma klub uchun, oila degansanlar, klubdan da ustun degansanlar, shunaqa payti jim turlaring, maygacha. Yo'q, mana bunaqa g'alvani, janjalni orttirishlari kerak. Saylovda kim yutishini belgilashlari kerak. O'rtaga Messini aralashtirishlari kerak va mana shu atala ichida endi jamoa Hansi Flickning futboli hammani qutqarishi shart. Hozir Barselonada sog'lom nima bor desangiz, faqat va faqat Hansi Flickning futboli. Jamoa futboli. Yaxshi ham shu futboli bor. Agar shu futboli ham bo'lmaganda, hozir mana bu janjallar Barselonani butun shu kunlarning o'zidayoq ag'darishi mumkin edi. Ko'ramiz, futbol va intrigalar o'rtasidagi bahs nima bilan tugar ekan. Siz ham fikr munosabatingizni yozing. Bu yerda kim haq, kim nohaqligini so'ramayapman. O'zi bu yerda bitta aniq oq, bitta qora rang yo'q. Bu yerda hammaning ham gapida haqiqat bor va hammaning haqiqatida maqsad bor. Mana shunisi odamga alam qilyapti. Nazdimda faqatgina Hansi Flickning futbolida samimiyat bor, Hansi Flickning futbolida Barselonaning qayg'usi bor. Boshqalarda emas. Oz-moz Laporta ham shu tomonda turibdi, chunki Laporta bu voqealarda ishtirok etdi, bosh bo'ldi va jamoani har xil yo'llar bilan qutqarishda normal rahbar bo'ldi. Afsuski, u ham hozir mana bu intrigalar ichida bir ikkita xatolarga yo'l qo'ysa kerak deb o'ylayapman. Fikr mulohazangiz juda ham muhim. Yozing, like bosishdan chiqmasin. Ko'rishguncha.